aka, tepa oling. Qo'lqopingni ham kiyib ol. Shart emas. Bo'pti. Bo'ldi aka. Tepa oling. Cristiano Ronaldo. Aka, bo'ldimi? Darvozada turishni bilmayman desa, turarkansan-ku uka. Lapatkani ham qo'shib beraman ketmonga. Yana bitta turib, hasharchilaring ham oson bo'ladi. Hop degan uka, tur. Faqat tezroq aka, bu. Ronaldo. Aka, bo'ldimi? Endi men bor. Bo'ldi. To'xta. Hasharchilar tutib qolishdi. To'xta. Uka, yana bitta tur, hop degan. Arava ham qo'shib beraman. Anaqa nimalarga oson bo'ladi hasharchilaringga. Hop degan arava ham qo'shib beraman. Tur. Aka, shu oxirgisi, ha? Uka, oxirgisi. Ba'zi haligi narvon bor, arqon bor, arra bor. Kelishaveramiz. Tur. Qo'lni urdirib bermasa bo'lmaydi shekilli. Bo'pti aka. Bo'ldi. Gol! Ronaldo! Gol! Aka, ha, gol ham bo'ldi. Endi araba bilan ketmonlarni olib keta olaymi? Olib ketaver uka! Uka! Bolta kerakmi, tesha kerakmi, arra kerakmi kelaverasan, hijolat qilmay. Tushundingmi? Shanba kuni kechasi tungi o'yinni ko'rgin, Realni o'yinini. Albatta ko'raman aka. Haligi o'tgan safar bitta gol urgan bo'lsa, bu safar aniq ikkita uradi Messi. Messi? Real Madridda Messi nima qilib yuribdi uka? Real Madridda faqat Cristiano Ronaldo bor. Ronaldo bor joyda Messiga joy yo'q. Sandaqa beparosatga arava bilan ketmon ham yo'q. Qani, to'xta. Men aytmoqchi edim, siz meni tushunmadingiz, to'g'ri tushuning.